Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar uchun eng muhim yangilik. Endilikda ijara shartnomasi asosida istiqomat qilayotgan talabalar ijara shartnomasining pullarini bir qismini qaytarib olish uchun ijara shartnoma nusxasi hamda arizani yozib, o'zlari tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasining dekan o'rinbosarlari hamda tutorlarga murojaat qilishga endilikda ehtiyoj mavjud emas. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qaroriga ko'ra 1-noyabr kunidan e'tiboran talabalar ijara shartnomasi asosida istiqomat qilayotgan bo'lsa, ijara to'lovlarining bir qismini qaytarib olish uchun ular ariza hamda ijara shartnomasining nusxasini olib dekan o'rinbosarlarga borishga hojat yo'q va siz bevosita davlat xizmatlari markazi yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali www.my.gov.uz sayti orqali ariza topshirishingiz va ijara pullaringizning bir qismini onlayn ravishda qaytarib olishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.